Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Yaqin Sharqdagi tarang vaziyat ortidan Qatarda qolib ketgan yuzlab o'zbekistonliklarga amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Dohada 500 nafardan ortiq vatandosh mehmonlarga joylashtirilgan bo'lib, O'zbekistonning Qatardagi elchixonasi ular bilan doimiy aloqada turibdi va zarur masalalarni joyida hal qilishga harakat qilmoqda. Dunyo axborot agentligi ma'lum qilishicha, elchixona xodimlari Dohada vaqtincha qolib ketgan fuqarolar bilan muntazam muloqot olib boryapti, ularning ehtiyojlarini o'rganyapti va amaliy ko'mak choralarini ko'ryapti. Xususan, 3-mart kuni diplomatlar La Villa va Oyo Hotel mehmonxonalariga borib, u yerda vaqtincha yashayotgan vatandoshlarning shaxsiy ma'lumotlari asosida ro'yxat shakllantirgan. Bu esa yordamni tartibli va manzilli tashkil etish uchun muhim qadam bo'ldi, deyiladi xabarda.